هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Mana bu Rasululloh programmamizning 19-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, bu ulug' muborak oy muhashbash tuguncha mana ikkinchi yarimiga kelib qoldik. Ramazonning 5-ida suyumli payg'ambarimiz, yo'l boshchimiz, ko'zimizning nuri bo'lgan Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning ana shu go'zal so'zlab tugutib bo'lmaydigan darajadagi go'zal axloqlarini az bo'lsin qo'limizdan kelgancha o'zimizning hayotida o'zlashtirish uchun hayotimizga bir xil o'zgarish paydo qilish, mana bunday Ramazondan iborat o'zgarish bo'lgan bu oyda hayotimizning ma'nisiga ma'ni qo'shish uchun boshlatgan programmamiz bugun inshaalloh 19-soniga kelyapti. Har kuni mushu soatlarda ekranlarda bo'layotgan programmamizda har kuni ayrim mavzularda to'xtalyapmiz. Rabbim inşallah bugünkü kungacha tutgan ro'zalarimiz va barliq amallarimizni Rabbim dargohida qabul qilsin. Ashbashlik uchun inşallah bu ulug' oylardan ayrilimiz inşallah o'rgangan har bir darsi so'zlanayotgan bu mo'l mazmunliq payg'ambarimizning hayotimizga yo'l boshchi bo'lgan bu axloqini o'zimizda o'zlashtirib menishga Rabbim muyassar qilsin deb yana bugungi programmamizni davomlashtiramiz. Bugungi shundaqla bundan burungi davomliq programmamizningki doimliq mehmoni hammalar tanishib bo'lgan da'vatchi ustoz Sharq Turkiston ulamolar birligi a'zosi Habibulloh Ko'sanning taklif qildi. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganligi uchun oldi bilan ko'p rahmat aytamiz. Sizlarga rahmat. Rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalar ma'lum bo'lgandek programmamiz naq maydonda taqdirlayotdi. Programmaga aloqador bo'lgan savollarni ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali bizga so'rasanglar yoki yozsanglar bo'ladi. Biz oldimizdagi programmalarda inshaalloh ayrim javob beramiz. Qarindoshlardan yo'llayotdi nimashqa programma savollarimizga javob berilmadi degandek programmamizning vaqti qiz shuncha ixchamlasaqmi programmamiz belgilangan vaqtdan eshib ketyapti. Shuning uchun har bir maydonda so'ralgan savollarga javob beramayotimiz. Vaqtimiz bak qis bo'lganligi uchun inşallah bu suallarını yığıp bir yerga hammasi maxsus şu programmaningki mana bu Rasululloh programmasida tushgan savollarga javob deb bir program o'rnashtiramiz inshaalloh. Shuning uchun javobsiz qoldi deb ansirmanglar yoki boshqacha tushunib qolmasliklarini umid qilamiz. Programmamizning ko'plab qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ko'proq ham bahrlab qo'yishinglarni umid qilamiz. Bugungi bosh temamiz bo'lsa Rasululloh va o'smirlar degan temamizni qo'ydik. Bevosita programmamizga kiramiz. Ustoz hamda hammamizga ma'lum, ya'ni Rasululloh va o'smirlar, ya'ni o'smir bola farzand bu masalaga kirganda albatta bu ummatninki eng asosli yadroliq bir ullardan birisi hamda shundaqla ota-ona har bir ota-ona bo'g'ichiga berilgan cho'ng bir omonat. Bunu zayo qilgan vaqtida uningki vabali dunyo va oxiratda. Oxiratga berib Allohning oldida hisob berishdan burun mushu dunyoda buni ihmol qilgan, bu kichik o'smirlarni ihmol qilgan ota-ona boshda uning azobini dunyoda tatadigan gap hamda uning qaqshishlarini dunyoda tatadigan gap yaxshi tarbiyalangan vaqtida. Bugun biz Rasulimizningki o'smirlarga qanday muomala qildi, kichik bolalarga qanday muomala qildi. Buni yaxshi bir o'rganib chiqish uchun bu temani o'tirib qo'ydik. Hamda başta müştondan kirsak Rasululloh kichik bolalarga qanday muomala qildi? A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Olamlarning Robbi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa barliq hamd sanolar bo'lsin. Jonijon payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga durud va salomlar bo'lsin. Ta qiyomatgacha haqqoniyat yo'lida yashagan barliq mu'min musulmonlarga Allohning rahmeti va hidoyati bo'lsin. Vatanimizga erkinlik, mazlumlarga hürriyet bo'lsin inşallah. Endi biz bu ulug' Ramazon oyida yashayapmiz. Her bir Müslüman menimcha biladi Ramazonni Alloh nima uchun farz qilganligini. Alloh Ramazonni la'allakum tattaqun, sizlarning bir taqvodor
darajasiga yetishinglar uchun farz qildim deydi. Endi inson taqvodor deganlik inson qalbida Alloh subhanahu va taolaninki sevgisining balki Allohning inson qalbida o'rnishi, qalbidan o'rin olishini ko'rsatadi. Taqvolik inson qalbida hosil bo'lsa, uning ish harakat, gap so'zlarida o'zgarish paydo bo'lib, ish harakat, gap so'zlari qiliplashadi. Endi biz dars orqali bu ish harakatning qanday qiliplish uchun bir o'rnak ko'rsatamiz. Masalan, men taqvo bo'lsam ish harakatim o'zgarish bo'ldi deysizmi? Ish harakat qanday o'zgarishi kerak? Ya'ni Rasulullohning ish harakati, Rasulullohning muomalasi, Rasulullohning kishilik hayoti va atrofidagi kishilar bilan qanday muomala qiladi, bu o'rnak bo'yicha bizda o'zgarish kerak. Ramazon oyi o'zgarishi edi. Shuning uchun mencha bu qilinayotgan dars har bir musulmon uchun pek muhim. Bizningki hozir qilayotgan davoyimiz uchun pek muhim. Dunyo oxiratligimiz uchun pek muhim dars. Nimishqa desa, hayotlik demak kishilik munosabat demak. Evet. Endi bu kishilik munosabatni biz nihoyat suhbatlik, o'lchamlik, madaniyatlik, sapolik qilish uchun Rasulullohdan o'rganishimiz kerak. Rasululloh butun dunyoning e'tirof qilishi bilan, balki Alloh subhanahu va taolaning e'tirof qilishi bilan va innaka la ala xuluqun azim. Sen haqiqatan go'zal axloq egasi deb butun atrofidagi kishilarga go'zal axloq bilan muomala qilgan. Shu qatorda bugun endi mana bolalarga, o'smirlarga qanday muomala qiladi? Endi o'smirlar nimaga ehtiyojli? O'smirlar dunyoga kelgandan keyin birinchi bo'lib, ya'ni bir dunyoga bir inson keldi. Bu inson birinchi bo'lib sevgiga, mehribonlikqa muhtoj. Ikkinchisi, men dunyoga keldim, meni e'tirof qil deydi. Meni qadrla, meningki mavjudligimni bil deydi. Shuning Rasululloh birinchi bo'lib mush kichik bolalarni qadrlaydi, hurmatlaydi va shu ayni zamanda muhabbat bilan qo'yniga oladi. Rasululloh kichik bola eng ehtiyoj narsa muhabbat. Ota-onasining muhabbati. Shuning uchun Rasululloh masalan qadrlaydi desak, bir kunsi Rasululloh bir so'rinda bir yerga mehmonda o'ltirdi. Uyning egisi sut olib keldi hamda. Shu joyda sut olib kelish cho'ng bir mehmondorchilik hamda. Tunji bo'lib albatta so'rinning cho'ng Rasululloh bo'lgan ekan, Rasululloh ichdi sutni. Yenida Ibn Abbas radhiyallohu anhu o'tiradi. Ibn Abbas radhiyallohu kichik, ya'ni taxminan shu 7-8 yosh atrofida. Ma hadisni rivoyat qilganlar shu chaqda Ibn Abbas taxminan 12 yoshda deganlar. Payg'ambar alayhisalom o'lib ketgan vaqtda Ibn Abbas 13 yoshda Payg'ambar alayhisalom o'lib ketgan. Endi shunlar Rasululloh sutni ichib bo'lib, qoida bo'yicha o'ng tarafdagi odamga berish kerak. Lekin o'ng tarafda o'tirgan Ibn Abbas 12 yoshlik bola, so'l tarafda Abu Bakr, Umardek cho'ng kishilar o'tirganda, o'sha Rasululloh dedi: "Ya g'ulam, imbravata ya g'ulaym" deydi yani. Degine g'ulam degine kichik balda endi shu 7-8 yoshlik bolaga ashta deydi endi. Ya g'ulaym, ata'zanu li an u'tiya haula. Ko'dim payg'ambar turib, kichik baldan ruxsat so'raydi. Hey balam, o'g'ilchiqim deganda. O'g'ilchiqim, yana g'uljitil buncha saqam degan gapda hamda. Saqam. Mo sutni sol tarafdagi cho'nglarga beraymi deb ruxsat so'radi. Endi bu yerda hayron qildigan ishlar. Birinchi hayron qildigan ish Allohning payg'ambari. Endi o'ltig'ini bir kichik bola. Agar matrafda o'tiyali a'mamik deydi, sen tog'llaringga beraymi deydi. Ma sutni men ichib oldim, navbatsiningki, lekin tog'llaringga beraymi deb Rasulullohning anda ruxsat so'rashi, Rasulullohning naqadar so'rim biladigan adablik, axloq buningga bildisa, ikkinchisidan kichik bolalarni menga demaylam qanchalik hurmat qildiganlik. Uning bir o'rni borligini. Demak, o'ng tarafda uning haqqi. Demak, bolalardan ruxsat so'rab, ya'ni oshnoningda bir ata'zanuli ruxsat qilamsa deb so'rashi, ya'ni osh bolalarga hurmatni. Endi bu yerda shu biz deyishimiz bu nayt ashta ishlagan deb. Nima uchun bolalarni hurmat qilishimiz kerak?
Chunki bolalar bizni hurmat qilish uchun biz ularni hurmat qilib, hurmatning nimaligini bildirishimiz kerak. Bu hurmatni neden o'rgandi bolalar? O'zi qilgan hurmatni o'rgandi. Bu shuning muhim. Masalan, mening Umar roziyallohu anhu qashig'i bir skilda balam gapni anglamaydi, uni qilmaydi, buni qilmaydi deb. Chunki sen balni hurmat qilmagandan keyin, balni yaxshi hurmatning nimaligini bildirmagandan keyin seni bola hurmatlamaydi. Chunki hurmatning nimaligini uqmaydi u bola. Shuning uchun bak kichik bo'lsa-mu, uni hurmatlasak, bu hurmatlash bir adab, axloqdan hurmatlashgan bir qimmat qarashgan, hurmatlash musulmonning go'zal urf-odat ekan deb hurmatlashni o'rgangan gap. Shuning uchun bu vaqalikdan ayna shu kichik Rasulullohning kichik bolani naqadar hurmatlaydiganligini. Masalan, shuna nima dedi? Ey Allohning payg'ambari, men sening og'zingdan eshib qolganni men boshqaga beramayman dedi. Ya'ni bu bola Rasulullohni naqadar suydiganlik chiqdi demdi. Sening eshib qolgan suyingni boshqalarga beramayman, xafa. Bu nisbatan men o'zim ichima. Nima degan aqlli, nima degan Rasulullohni yaxshi ko'radigan. Endi deb shuni fatallahu rasululloh fi yadihi dedi. Payg'ambar shuni uni ash kichik bolaning qo'liga berdi dedi. Demak, birinchi qildigan bizda mana shu men nima uchun bu Rasulullohning kichik bola qanday muomala qildi degan joyda nurg'un ishlar bor. Men nima uchun buni tanladim? Chunki bizda kichik bolaga bo'lgan hurmatlashgan narsa biz Uyg'ur madaniyatida yo'qolib kelayotgan bir ish mavjud. Kichikni ko'zga ilmaylam, manga adablam, paturuplam, silkishliniblam, itiraf qilinmay mana shunday ish bo'ldi. Shuning uchun ota aytaman, mana shuni akilishim, endi mana shu Ramazonda mana shuni o'rganaylik demoqchi. Chunki haqiqatan kichik bola qancha hurmatlab, qancha buni bir avaylab tarbiyalasak, bir sog'lom, pixsik, sog'lom odam bo'lgan gap. Uni xuddi bir qatam o'ta deganlik, xuddi bir notini sundirib o'tganlik. Hem bir vaqalikday ma'noda hayron qolarlik. Rasulullohning bir xizmatkori bor, ismi Anas ibn Malik. Anas. Shunday qo'l. Ya'ni men Rasulullohga 10 yil xizmat qildim. 5 ni qilsam nima uchun qildingmi deb, qilmasam nima uchun qildim degan bir Anas. Anas deydi, Anas roziyallohu bir nemisi bor ekanda, inisi. Ismi Umar. Umar. Endi Anas roziyallohu Rasulullohga xizmat qilgan ekan, asho kelib ketib, asho o'ynab yurdi ekanda. Şu bir gün bu inan yo'qolib ketdi go deb. Ashni Rasululloh bayqagan ana. Tamam, bir balni yo'q. Inan yo'qolib ketgan go degan Rasululloh, ey Allohning payg'ambari deydi, ya Rasululloh. Ey Allohning payg'ambari, inimning bir o'ynaydigan qushquchi bor. Bu qushqash o'ylab qilib, shundan bechara ko'ngli erinmash uyda mushta turdi degan o'ylab qolsa. Hadis Buxoriyda bor. Qumu bina ilayhi. Qopunglar, biz onun qashig'i boraylik. Tamam? Kichik bola qushquch o'ylab ketdi. Ko'ngli yerim. Buni anglab Rasululloh ha deb qo'yib qildi. Qopunglar deb ash bolaning ahvolini so'rg'ilbadi. Berib Umar ismini deb chaqirdi. Ya Umayr. Umar jinim. Umar jinim. Umar umuqum. Umar tatliqim degan gap tamam o. Arabchada. Ya Umayr. Ma fa'ala an-nughayr. Qushning ismi ya. Qushingga nima bo'ldi deb Rasululloh shunga tasalli berib, otaydan yo'qlab berdi adam. Endi o'ylab baqsizlar, shuning uchun mush vaqalikdan Imom Shafiy 90 hukmni chiqargan. Biz Maydisi mashtal tarjima qilib 90 hukm chiqargan. Cho'nglarning kichiklarni yo'qlab berishi, cho'nglarning kichiklarni hurmat qilishi, uy qushni shunday solab baqsa bularni bo'lmamdi deb 90 hukmni chiqargan-da mashanda. Tamam? Ana shu o'ylab biz endi bu Rasulullohning bir kichik bolani ash qush olib ko'ngilni elish uchun berishi, mush bolning o'sib ketilishi uchun, Rasululloh bo'lgan muhabbat uchun, ya'ni nurg'un hayotida cho'ng ta'sirini qo'zg'ab, mush vaqalik 1400 yildan keyin bizga yetib kelishi bu ishninki ta'sirda bo'layotgan ish ma'lum. Masalan, Rasululloh nurg'un ishlar bizga yetib kelmagan bo'lishi mumkin. Ma ish nima uchun yetib keldi 1400 yil bizga? Shu bu ish shu Rasulullohning hayotida sahobalarga, bo'libmi Anas roziyallohu anhuga va Anas roziyallohu inisi Umarga zo'r ta'sir ko'rsatganlikdan bo'lgan ish ma'lum. Shuning uchun kichik bolani payg'ambar alayhisalom eng hurmat qiladi va uni bir inson deb biladi va uningki mavjudligini qadrlaydi. Shu qatordan masalan
payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha kichik vallaninki qadr qimmatini va kichik vallaning bir inson deb hurmatlanishiga ahamiyat beradi va boshqalarga ham shunday tarbiya qiladi. Masalan, Abdulloh ibn Amir radhiyallohu anhu shunday deydi. Ma bo'lgan voqealikni o'zida turadi bizga. Bir kunisi anam meni chaqadi dedi. Ya'ni kichik bola hamda. Ya'ni 6 yosh, 5 yosh vaqti. Anam meni chaqadi. 5 yosh vaqtida yuz bergan ishni keyin cho'ng'ilib deb turadi hamda. Men kichik chig'imda bir kunsa anam meni chaqadi, payg'ambar alayhisalom bizning uyimizda o'tiradi dedi. Deb chaqadi. Abdullah deb chaqirib, "Meyakilar bilan sen bir narsa bilan, meyakilar sen bir narsa bilan" deb chaqadi dedi. Chaqagandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Nim birtiniz ma balga" deb anamdan so'radi dedi. Degandan keyin "U'tihi tamran." Ey Allohning payg'ambari, balam xo'mray degan desam, "Ama innaki law lam tu'tihi shay'an la kutibat alayki kizba." Shuni bilib qo'yingki, agar siz ochbalni voy buni bir narsa bilan balam meyakilarda bir narsa bermagan bo'lsangiz, siz yolg'onchilik qildi deb sizga yozilib qoladi dedi. To'g'ri, bu ayol yolg'onchi bo'ladi, lekin Rasululloh bu yerda nima demoqchi edi? Abalni kichik deb abalning qadr qimmatini kichik ko'rishga bo'lmaydi. To'g'ri. Mana bu Rasululloh ya'ni ballani qadrlaydi, ballaga hurmat qildi. Mushu hammadan meniki bilishga tegishli ish mushu. Hamda Rasululloh shundaqla balla qanday muomala qildi desa, ballaning mushu ta'lim tarbiyasiga bak ahamiyat beradi. Bulubmu mush ballaning tavhid o'rganishga, ya'ni Allohni tunishga, Allohni bir bilishga mushning alohida ahamiyat beradi. Nima uchun degan joyda Alloh subhanahu va taolo bizni nima uchun yaratdi? Shu Allohni tunishga, Allohga ibodat qilishga yaratdi. Biz bu yer sharida nima uchun yashaymiz? Shuning uchun Rasululloh mush ballaning Allohni tunishga bak ahamiyat beradi. Shu qatodan payg'ambar alayhisalom nima deydi? Bir kunsi shu Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki orqasida edim, ya'ni bir otmu eshakmu minib ketib qolgan deydi. Kuntur ridfan nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarning orqasida chaplashib o'tirdim deydi. Qala ya g'ulam dedi. Yine ya g'ulam degani shu bir bala bir 12-13 yosh kirgicha ya g'ulam ya'ni shu arliqda. Lekin mahadisda di vaqtda mush Ibn Abbas mush 12 yoshda deydi. Ya g'ulam ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin. Ey balam yani balam men sana menfaat qildigan, ya'ni Allah menfaat berdigan bir cümlelerni o'gitib qo'yaymi dedi. Ya'ni sana Allohning dargohida asqatadigan, ya'ni Allah sana foydali bir qildirgan bir jumla so'zlarni o'gitib qo'yaymi dedi. Lekin albatta o'gitib qo'ysizlar desam, ihfazillaha yahfazk. Yani bu hammamizga nasihat. Bu nima degan gap? Sen Allah'ni yadval qalbingda saqlab ol deydi. Allah seni saqlaydi deydi. Yani sen Allah'ni insondan chiqarib qo'ymasan, Allah seni insondan chiqarib qo'ymaydi deydi. Yani sen Allah'ni saqladigini, yani qalbingda Allah bo'lsin. Qalbing her ishingda Allah bo'lsin. İhfazillaha yahfazk. Allah seni saqlaydi. Yani demek biz Allah'ını taşlamasak Allah bizni taşlamaydı. Biz kaçan taşlanıp kaldık, demek biz Allah'ını taşıp etkendikken taşlandık. İhfazillah tecidhu emamek ya ki tucahak. Sen Allah'ını saklasan, devamlılık Allah seni aldığında badaydı. Yani sen Allah'ını saklavasan, devamlılık Allah'ını aldığını tapsa. Devamlılık sen Allah senin, yani Allah'ın himayesi bulsaydı. Ta'arraf ileyhi fi'r-raha ya'rifke fi'ş-şidde dedi. Sen bayaşat, sağlam, hoşallık günlerinde Allah'ını tanısan, beşinci gün düşkende Allah seni tanıydı dedi. Hemmimizge ders mavcumu, hemmimizge ballağlamaz. Ve izâ se'alt fes'elillah dedi. Eğer sen birine sorsan Allah'dan sonra dedi. Bu bizge nimin ögütüdü o dese,
bir xil oliy janoblikni, isil sifatlikni o'g'itadi. Ya'ni boshqalarni oldiga berib, amal ba, ya'ni o'zingni xo'rlab yurmay, Allohdan so'ra. İnsan nima uchun bu dunyoda xo'rlandi desa, shu uni oldiga berib, uningdan manfaat kelamiki, buningdan manfaat olamiki, u qilib qo'yamay, Allohdan so'ra dedi. Va iza sta'anta fasta'in billah. Yardım muhtaç olsan, yardımını Allah'tan talep kıl. Sen Allah desen, Allah senin işini yolunu asan kıldı dedi. Ama Allah'ın taşlap koyup, onun bu suğusta ömülep, bunun tapını yalap, muşundak jürsen, özden biçare olsa, özden xor olsa. Kad ceffel kalem bima huwa kain. Allah nurgun işlerini bikitip oğan dedi. Nurgun işlerini bikitip oğan, kalem. فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Bütün dünyadaki insanlar sana bir payda yetkizishni o'ylagan bo'lsa, bütün dünya xalqi ittifoq qilib, sana bir manfaat yetkizishni iroda qilgan bo'lsa, Allah buni yozmagan bo'lsa, Allah iroda qilmasa, Allah ruxsat qilmasa, quldan kelmaydi. Bütün dünyadaki insanlar sana bir ziyon salamiz desa, Allah iroda qilmasa, ziyon silish quldan kelmaydi. O'ylab baqsan, agar mush itiqod, mushu tushuncha bo'yicha yazsak, nima degan jasur, nima degan erkin, nima degan yurkimiz to'q yashaymiz. Biz shu g'ing qilib shu haliqi materialist bo'yicha yashaymiz-da endi. Alloh ba, to'g'ri sabab qilamiz, ammo qalbimizda dunyoning asosliq ishini tutib turayotgan Alloh. Bütün ish Allohning ilkida, cho'ng xod Allohning ilkida degan uqumni chiqaraman. Bu sabab natija deymiz. Shu sabab natijami o'tning ko'ydirishi Allohning irodasidan bo'ladi. Suvning oqtirishi Allohning irodasidan bo'ladi. Alloh o'tni ko'ydirimiz ko'ymaydi deb tushunishimiz kerak. Ibrohim alayhisolamni ko'ydirmagandek. Ya'ni bu tavhid yutadi-da, ya'ni haqiqiy bir Allohga bo'lgan iymon tushuncha yutadi. Deb bo'lib, va annal faraj ma'al karab. Xushalliq taslik bilan birga bo'ldi. Yoki keng kushadilik, azodilik bir xil taschilik bilan bo'ldi deydi. Taschilikdan kim emas shu birga bo'ldi deydi. Shuning uchun biz inshaalloh Uyg'ur xalqining beshiga mushunda taskin keldi. Bizga shunda xushallik bor. Ay og'zimizni echib qolgandek xushallik berdi Alloh subhanahu va taolo. Shunda ishonchimiz bor inshaalloh. Tamam? Bizning mushunda xushallik bo'ldi. Va anna ma'al usri yusra. Har qanday tas ishlidan bir osonchilik bor. Mana 12 yoshlik bolani mush uqum, mushu tushuncha, mush qimmat qarashdan cho'ng bo'lsa, ashundoq mana shuning Ibn Abbos desa, bütün islom dinida birdan bir shaxsda hamda. O'ylab baqsa. Yana Rasululloh mana mushda ma ya men 12 yoshdaman, 8 yoshda edi. İbn Abbos ishi mush 8 yoshda edi. Hozir 8 yoshlik bola bir nimani anglab qolgandim. Bir külkülük gapni. Bir dada bir balasiga 10 liradan 5 liradan 5 lira bo'lib, balam ma 5 liraga tuzak kirgan, ma 5 liraga shika kirgan deb yo'l sepdi-da. Yarım soatdan keyin dada qaysi 5 liraga shika, qaysi 5 liraga tuz oldi deb. Tamam, 8 yoshlik bola bu holatda ma 8 yoshlik bola Rasululloh nima qilyapti qarab baqsa. Subhanalloh. Ya'ni demak Rasululloh mushlarning ta'limisiga, bo'libmi dinni bilishga, chunki kichik chig'ida bu Alloh sevgisi, din qalbiga singsa, bu Rasul. Masalan, Amr ibn Abi Salama, Umar ibn Abi Salama bu Rasulullohning tarbiya o'g'li. Ummu Salima onamizniki, Ummu Salama onamizniki o'g'li. Ya'ni deydi, kuntu gulaman fi hijr Rasul sallallohu alayhi vasallam. Men Rasulullohning quchqida kichik bol edim deydi. Tamoq yeganda qo'llarim u yerga bu yerga uzrab ketdi deydi. Nima? Hozirgi nurg'un kichik bola. Actually bidam anagan mushtaqildi. Faqala li Rasul sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhisalom mana shunday dedi. Ya g'ulam, balam, samillah. Tamoq yeganda bismillah degan. Ve kul biyeminik, o'ng qo'lingdan yegin. Ve kul mimma yelik, oldingdan yegin. En güzel şekilde. Güzel şekilde. Tillimidi, nimqimidi shunama. Shular mening bunun shuningdan keyin tamoq yeyish usulim mushu bo'lib ketdi deydi. Nima uchun? Mush vaqalikni o'zlab turyotdi.
Rasululloh eng go'zal shaklda haqoratlamay, silkishlamay, dushkanlamay, shunaqami? Ya'ni o'rgatdi buningga. Demak, Rasululloh mana bolalar qanday muomala qiladi desak, oldi bilan bolalarni hurmatlaydi, mehr muhabbat ato qiladi va nayt go'zal usul bilan bolalarga tarbiya beradi. Masalan, hammamiz bilamiz, Anas radhiyallohu anhu shunday deydi. Men Rasulullohga 10 yil xizmat qildim. Men kichikdim dedi, 10 yosh. Endi men kichik bo'lgandan keyin bir xo'jayin o'zining xizmatkordan talab qilganda talab bo'yicha bir ish qila olmaydim deydi. O'zi deydi. Masalan, laysa kullu mirin kama yashtai sahibi ana kun deydi. Ya'ni bir odam xo'jayini talab qilganda bu qilmaydi. Men boshda odam edim. Shunda bo'lsa-mu, payg'ambar alayhisalom bir qatim meni uf deb baxmadi. Demak, Rasululloh ballag'im shundoq. Ya'ni masalan, bir kunse İmam Hasan bilan Husayn İmam Hasan bilan Husayn Rasululloh namoz o'qisa, dumsiq sakrab chiqib oldi. Shundan dumsiq sakrab chiqqan keyin sajdadan qopqanda Rasululloh tutib qopdi deydi. Tutib qopib, tushirib qo'yib, yana sajda qilganda dumsiq elib mindirib qo'ydi deydi. Tamam? Hozir biz ashta qilsak cho'p bolalarni namoz qilmadi bu bolalar, osongmamdi, yapsam deb uyda hamda ovozimizni chiqiramiz. Rasululloh qanday qildi dedizlar? Dumbisi bilan bunday tutib tushirib, yana sajda qilganda mindirib qo'ydi dedi. Qo'pqan chaqda quchoqlab qo'pib namozni tutib, o'qib, yana qo'p qo'yib ruku qilmashdan namoz o'qidi. Mana bu Rasulullohning. Shuning uchun Anas ibn Malik guvohlaqa, Anas ibn Malik Rasululloh bilan bir uyda yashab, nim deb guvohlik qildi. Ma ra'aytu ahadan kana arham bil iyal min Rasul sallallohu alayhi vasallam. Men ballarga Rasulullohda kuyimchan bir insonni ko'rib baxmadim dedi. Ma Rasululloh bilan bir uyda 10 yil yashagan odamlar degan gapda ma. Rasulullohda kuyimchan bir odamni ko'rib baxmadim. Hamda mishad oxir tugitay gapimni tugitay. Hamda Rasululloh ballarni shunda qadrlaydi, shunda kuyitdi. Bu qachonsa 1400 yil burun. 1400 yil burun Rasulullohning qilganini shu vaqtdagi madaniyatda nima deb tushunadi desa, erkishdagi bir xil bo'shanliq, bir xil lamzallik deb tushunadi yani. Bir xil bo'shanliq, bir xil biz kucha lamzallik deb qo'yamiz. Ya noyada qilgan ishdan, ish qilib bundoq hayvatlik, erlik qilmaydi deb biladi. Ma muhimmi hozir masalan hozir voy barni hurmatlayli, barni kuyayli desak ham odam to'g'ri shunday qilishimiz kerak dedi. Rasululloh menda qilgan chaqda jamiyatda unda tushunmaydi. Ballarga bak voy deb ketishni bir xil ayib sanaydi. Erlardagi bir xil ojizlik bu deb qaraydi. Shunday masalan Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir kunse Hasan radhiyallohu anhu so'ygan vaqtida endi Aqra ibn Habis degan bir sahoba bor edi. Ya Rasululloh bu balni so'ydiganligi meni 10 balamma bir qatim so'yib baxmadi deb bunda faxrlandi. O'ylab baqsizlar. Biz Rasululloh ani qildi, Rasululloh mani qildi degan chaqda hozir shu ishning o'zi madaniyat hisoblanib bo'lib qoldi. Angliq ammo Rasululloh bu ishni qavaqda ma jamoat mani tushunish kerak. Rasululloh buni qavaqda balig'i voy deyish, balni mandaq bir akiltish, balni suyish u shu vaqtida bir erlikka ta'sir yetkazdigandek, erlarning haybatiga, erlarning surini tushiradigandak menda ish qildi. Shunday deydi. Payg'ambar alayhisalom Hasan radhiyallohu anhu so'ysa, "Ya Rasululloh bu suydiganlar islama 10 balama birini suyapaq bo'lib hozircha" degan payg'ambar. Nim deb javob berdi? "Man la yarham la yurham." Marhamat ko'rsatmaganlarga marhamat ko'rsatilmaydi. Mehribon bo'lmaganlarga mehribonlik qilinmaydi deb javob berdi. Demak, Rasulullohninki ballarga muomalasini shunchalik eng muhimi ta'lim tarbiya, mehr muhabbat, qadrlash. Xo'sh, endi islomda bolaning huquqlari haqida biroz to'xtalib baqsak. Yaxshi savol bo'ldi, chunki hammamiz ota-onani qadrlash, voy ota-onani qadrlash deymiz. Bu ota-onani qadrlash butun dunyoda hammadan bilgan ish. Ammo bolalarning-chi bolalarni qadrlash, bolalarning huquqini ota-onalar bilish bek muhim. Bolalarningki huquqi bolalar tug'ilmasdan boshlanadi dinimizda. Bütün dünyada balaların hukuku tug'ilgandan keyin boshlandi. Ammo bizning islomda balaların hukuku tug'ilishdan burun boshlandi. Onasini yaxshi tanlash.
Birinchi huquqi onasini yaxshi tanlash. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahayyaru li nutafikum degan. Ballalaringlarning onasini yaxshi tanlanglar degan. Shuning uchun birinchi haq onasini yaxshi tanlash. Bilimlik, axloqi go'zal, sapolikni tanlash. Chiroyiga, puliga bunun qarash emas. Eng muhimi axloqi va bilim bo'lish kerak. Mush ikki shartni bilish kerak. Ya'ni axloq eng muhim shart. Undan keyin onasi bilimli bo'lish kerak. Chunki bo'lmasa bolani tarbiyalayolmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi demak, din demak. Ha, albatta. Din demak, ya'ni axloq din, ya'ni masalan bir pulning 200 desak 100 axloq, 100 din. Ya'ni balki dinning javhiri axloq. Dinning javhiri axloq. İkincisi, mana biz Ramazonda yashayapmiz hozir. Balaning haqqi, agar onasining qo'sig'idagi bola agar ro'za tutish orqali shu bola ziyonga uchraydigan bo'lsa, onasi ro'za tutmaslik. Bu balaning haqqining qatoriga kirdi. O'tgan bir fatvoda. Deyishdik ya buni. Chunki payg'ambar alayhisalom la tajni ummun ala waladiha. Ana balasiga ziyonkashlik qilmasa degan hadis bor. Shuning uchun agar bola onasining qo'sig'iga turib, uzuqlik yoki onasi ro'za tutgan sababli bola ziyon bo'lgan bo'lib qolsa, ro'za tutmas. Buni kayfiga ko'ra bo'lmaydi, shu doktorlarningki. Doktorlarningki, nasiga doktorlar. Shundaqla bolalarning haqqi, ajoyib haqqi bormi? Mana onasining qo'sig'idan tug'ilmaslik haqqi mana. Bir ona hamilken dadisi o'lib ketibdi. Ashunda bo'lib qolsa, mirasning 20 yoki ma'lum qismi ayrilmay qo'yib qo'yildi. Nima uchun desa, o'g'il o'z bir xil miras, qizi o'z bir xil miras keldi emasmi? Shunaqa miras, mol-mulk ayrilmay qolib qoldi. Bu mashu tug'ilmagan bolaning haqqi. Bolalarningki bu endi men qisqartib bilday. Ananingki mushu bolalarningki o'zininki nasibini bilish, nasabini bilish haqqi bor. Bunda deganim dadisi, onasi kim buni bilish haqqi bor. Endi masalan, men bir bir ishonchlik statistikani o'qib qoldim. Ba'zi davlatlarda, Yevropa davlatlarining ba'zida 40% bolaning nasibi dadisi kimligiga aniq emas ekan. 40% bola. Ya'ni onasining familiyasi bilan. Nupus daftarida onasining familiyasi bilan. Ma dinimizda bolaning shunda bir haqqi borki, mening dadam kim o? İniq nasibini bilish haqqi bor. Shunchalik chuqum familiyasi nupus daftarida bo'lishi kerak. Bumi bolalarningki bir xil haqqi hamda. Masalan, andan keyin bilimiz aliqi bal tug'ilgandan keyin aqiqa 7 kun bo'lganda aqiqasini qilish. Beshini tushirib, chashninki eg'irligida oltin qimmatida sadaqa berish. Bu bolalarningki go'zal ism qo'yish degandek. Andan keyin masalan bolaninki imish haqqi bor. Balaning onasi aliqi nima sun'iy sut emas, tabiiy onasidan imish haqqi bor. Ba'zi onalar andaliqi o'zininki ma pigo deymiz aliqi. Ojizligida. Yo'q, masalan, satlashib ketmaydi. Jismimiz bir figurimiz deb qo'ydi hamda figurimiz buzilib ketmasa, ya'ni badan qurilmamiz buzilib ketmasa deb imitmaydiganlar. Yo'q, balangizning 2 yil imish haqqi bor. Buni bilishimiz kerak. Wal walidatu yurdi'na awladahun hawlayn kamilayn. Liman arada an yutimma ar-rida. Shuning uchun ulamolarimiz mush balninki imish haqqi bor degan. Shundan bilan birga go'zal ism qo'yish, uni deyishdik. Masalan, biz cho'ng'asak Supurgaxon deb ism bordi. Bizim bir hoşumuz vardı, ismi Süpürgaxon. Paltaxon. Ya koyma onda ismini. Yani balla aşkin isim arqılı xijil olgan ismini qo'yib qo'ysa, ama balning haqqiga tajovuz qilgan bo'ldi. Faxrlangandek ism qo'yish kerak. Yani dadisi ham da voy Turg'unaxon deb bir ism, har xil Paltaxon, Süpürgaxon shunami. Payg'ambar alayhisalom bunda ismlarni go'zal ismga o'zgartirib atgan. Uni shuni bilan birga balaninki nafiqa deb qo'yamiz. Uy, yemak, kiyim-kechakning ota-onasining to'liqlab berish
işi atasının bir iş hakkı balının huquqlardan birisi şu. Ben seni baktım deb o yo'q. Aş bala 18 yosh kirgicha sening balını beqish majburiyating bor. Balag'at yetkicha. Balag'at yetkicha. Hozir qonunda 18 yosh deyapti-ku. Buning uchun shuning balalarni haqqi shu beqish, yaxshi ta'lim tarbiya berish, o'qitish. Ba'zilar o'ylab qo'yish deydi. Mishagichlik ota-onaning haqqi bu, ota-ona ustidagi majburiyat. Balaning huquqi bu. Kafa bil shuni payg'ambar alayhisalom deydi. Kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut deydi. Baqadigan ya'ni qut ya'ni uzuqliq beradigan oilasini vayron qilishdimi, ya'ni baqmay tajvidishdimi cho'ng gunoh yo'q deydi. Shu qatordan balalarning haqlaridan hamma balalarni o'xshash ko'rish. Ma balam askiraqti uning mundaq, ma balam obdaraqti ya ma o'g'lim, ma balam qizti, ma balam o'g'il akakti, ma balam aqlliqti, ma balam do'tti deb arishqati. Hamma balaga o'xshash muomala qilish. Mehr muhabbatni o'xshash berish, kiyim kechak, yemak ichmak, hamma ishda o'xshash qilish. Bu balalarning haqlaridan birisi. Chunki adolat bo'lish. Payg'ambar medisi bor, ya'ni bir balasiga beribdiki, bir balasiga nurg'un bir narsani berib, Rasululloh mening guvoh bo'lgancha boshqa balalarning ba'dan bo'lsa, yo'q boshqa balalar ba'mda, ma balam men unda zulm ishga nim bo'lmayman deb. Anadan keyin balalarning hozirgi o'qish haqqi yoki tarbiyalanish haqqi deb qo'yamiz. Eng asoslari. Shuni payg'ambar alayhisalom deydi: "Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi" deydi. Sizlar hammanglar padchi, hamma odam o'zining padisidan so'rildi. Ya'ni sening balang, sening padang. Shuning uchun buning ta'lim tarbiya haqqi bor. Ta'lim tarbiya haqqi va davolatish haqqi o'sha balalarningki, otasining ustidagi haqqi, ota-onaning buning nimasi majburiyati bor. Shuna o'xshash Abay Rasulullohning balalarning shaxsiyatiga hurmat qilish. Bu bek muhimchi. Bizda o'sha kichik bolalarni menga deblam g'ururga tegdi. Masalan, payg'ambar alayhisalom qanday qildi? Ya g'ulam ata'zanu li an u'tiya al-ashyaq deb. So'rdi endi kadamdan, "Ma sutni, ma tag'laringga bir ichki men ruxsat qilamda" deb ruxsat so'radi. Bu nimani bildirdi? Shu balalarning shaxsiyatiga hurmat qilishni bildirdi. Shuning uchun balam kichikda binas bilmaydi, balam uxmaydi, his bu butunlay xato. Balla deydi. Shu 2 yoshlik bola uydagi bo'layotgan ahvollarni his qildi deydi. Ammo inkos qaytarmaydi deydi. Hatto sinov olib baxtdi-ku, masalan, onasining qo'shiqdagi bolalarga muzik qo'yib turib, Qur'onni o'qitib, bunda sinov olib bo'lsa, bolalarning har bir narsani anglagan chog'da, masalan, onasining xafalık tatganda bola ichida bunda qetib oldi ekan qarslar. Qo'saqdagi bolani tatib bildik. Qo'saqdagi bola bildi. Shuning uchun bizda voy kichik bola bilmaydi degan gap, siz bilmaysiz, bola biladi. Buni bilib qo'ying. Sizning bilmaydi degingiz bilmasligingizni ko'rsatadi. Bola biladi aslida. Shuning uchun balla bilmaydi degan kalla bu uqum kallamizdan chiqadi. Balla biladi, his qiladi, lekin inkos qaytarolmaydi. Balalarning adolatli bo'lish orasida dedik-da, masalan 3-4 balasi bor odam. Masalan, kiyim yapsa, hammasiga o'xshash vaqtda elish shartmi? Yo'q, men unda emas, masalan, ehtiyoj qarta olamiz. Masalan, kichigimi 10 so'm, cho'ng'imi 10 so'm deb beraman. Yo'q, u men barobar dedim, adolat dedim. Bosh nurg'un haqlar barobar bilan adolatni uqmaydi. Shu adolat, shunami? Masalan, hamma odamga barobar desak, yaxshi ishlagangimi, bilan ishlagangimi o'xshash bo'lsak, barobar bergan bo'lamiz. Lekin adolat bo'ldimi? Adolat bo'lmadi. Adolat hamma odamning yarasha nima qilish. Masalan, bir odamning 2 ayoli bor. Cho'ng ayoldan 10 balasi bor, kichik ayoldan 2 balasi bor. Onun oyda 2000 ko'm, mana 2000 ko'm bo'lsa, barobar bergan bo'ldi. Islom barobarni qilmaydi. Islom adolatni. 10 balık 10 balcha 2 balcha 2 balcha bir senda buni. Ma adolat. Xo'sh, endi so'zlab kelsak haqiqatan yana nurg'un ma'no chiqib buni ichidan chiqaraveramiz. Biroz vaqtimiz yana qistab qoldi. Endi farzandlarimizni qanday tarbiyalaymiz deb tugatsak. Bo'ldi. Endi hammamiz bilamiz, farzand xuddi pul mol bizga omonatdek, farzandmi Allohning bizga qo'ygan omonati. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda
Tahrim surasining 6-oyatida Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara deydi. Ey iman etgan mu'min musulmonlar, sizlar o'zinglarni va oilanglarni do'zaxdan saqlab qolinglar deydi. Buni chunki bu qanday qildi? Qanday saqlab qolamiz? Demak shu bolalarni Allohni tuntish, yaxshi tarbiyalash, yaxshi o'qitish, yaxshi adam qilish bilan saqlab qolamiz. Yine oyatda wa'mur ahlaka bis-salat wastabir alayha deydi. Bolalarni namozga buyuru va izchil sabr qil deydi. Wastabir degan sabr qil emas, izchil sabr qil. Endi bir qatam o'qitib, ikki qatam o'qitayveramdim. Yo'q, namoz o'qiydi, yo'q, ashsa. Endi bir gap borchu. Ata-ona balga qancha yosh kirish nasihat qildi degan bir savol bor. Desa, o'lgicha deydi. Ata-ona balga o'lgicha nasihat qildi. Hem müşahedeki oyatda balaninki ata-onaninki örneklik rolüninki nayet muhim işlerini tekledi. Yani sen 10 eğiz gap qilgandan sen o'zing qiz qilib turib chaqasan. Bu masala manda masalamdir. Ta'siri bir şey oldu da. O mush bal tarbiyalash haqida men buni hozir kelmoqchidim. Men kelay hozir, bir 5 dan kelay hozir. Endi demak, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mushu ballarni tarbiyalash qu deya amr hamdi. Shuning uchun balni tarbiyalashning hukmi farz. Namoz o'qish, zakot berish farz bo'lgandek, bal tarbiyalashning hukmi farz. Buni bilish kerak. Tarbiyalamagan odam gunohkor bo'ladi. Bu o'shnama. Ikkinchidan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydi, mushu balni yaxshi tarbiyalamagan odamning jannatning purqini puraman to'g'riliq hadisi bor-ku. Mana olib tursa. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati illa harrama Allahu alayhi al-jannah deydi. Allah subhanahu wa ta'ala bir bandiga bir ra'iya degan shu bir puhra degan bo'ldi yoki sening qo'l ostindagi odam degan bo'ldi, ya'ni padang degan bo'ldi. Omonat qo'ydi ekan. Shu omonat ekan, ya'ni bala omonat. Shu balga yoki o'zining ostidagi odamlarga xiyonat qilib yoki aldamchilik qilib bu dunyodan o'lsa, o'lgankin uning jannat harom deydi. Bunda degani bu bala Allohning san qo'ygan omonati. Buni yaxshi tarbiyalamaysan, yaxshi odam qilmay uylab ketsan, balığı saxtipazlik qilgan bo'lsa, jannatning burqini ko'ramaysan deydi. Jannat sana harom deydi. İmam Buxoriy Muslimninki hadisi. İmam Buxoriy bir hadisi var. Allah bir sening sana bir adamni bir amanat, yani farzandingni amanat qilib qo'ygan bo'lsa, sen uningga shu nasihati bilan shu balni kunbatmisan deydi. Nasihat bilan, yani yaxshi tarbiyalash bilan shu balni nasihatga, tarbiyalashga kunbatmisan? Kunbatma, yani yaxshi adam qilmay, yaxshi tarbiyalamay, tarbiyalash mas'uliyatini ado qilmay bu dunyodan ketsan, jannatning purqini olmaysan deydi. Yani bar tarbiyalash yaxshi ish. Voy balimizni tarbiyalaylik. Gap bu yerda emas, gap bu yerda jannat, do'zax masalasi bu. Shuning uchun Alloh sen bu ne'mat farzandi berdi ekan, sening majburiyating balni yaxshi tarbiyalash. Tamam. Endi hatta bu yerda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam qizvallarning tarbiyalashining muhimligini ta'kidlagan bu yerda. O'g'ildan qiz muhim. Man ibtuliya minal banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Kimmi mush qizlar bilan imtihon qilsa dedi. Sening qiz balaning o'zi sen uchun imtihon deydi. Shu qizni eng go'zal shaklda tarbiyalasa, qiyomat kunida do'zaxdan qalqon bo'lib turdi shu qizlar deydi. Endi bu nima uchun mashada qizlar muhim, qizlarga alohida payg'ambar ta'kidlagan desa, bir millatning qizini tarbiyalaganlik shu butun millatni tarbiyalaganlik. Nima uchun? Millatning 60% qiz bo'ldi. Nega bo'lsa qizlarning nufusi o'g'illardan jiq. Xitoydan boshqa yerda. Xitoylarda o'g'illar qizlardan jiq. Nima qilsa, tug'ut chekdigandan keyin doktorxonaga borib qiz bo'lsa o'ltiraverib bular o'g'illar. Shuning uchun qizni tarbiyaladik, jamiyatning 60% tarbiyalaydigan gap. Qolgan 40%ni kim tarbiyalaydi? Shu qiz tarbiyalaydi, ona tarbiyalaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom qizni tarbiyalashning bak muhimligini ta'kidlagan bu yerda. Yana bir hadis sharifda kimki ikki qizni tarbiyalab qo'ysa, qiyomat kunsi men bilan mushunda bo'ladi degan payg'ambar.
Shuning uchun biz Uyg'urlar aksida o'g'ilni o'qitsa da qizni o'qitmaymiz. Qiz o'qib nima ish qilardi, cho'ngib ketdi. Haqni odami deb. Dal aksi bizda bir o'g'il, bir qizimiz bo'lsa, agar ikkisidan birini o'qitish, birini bilimli qilish kelsa, qizni qilish kerak. Bu muhim. Endi qanday tarbiyalaymiz? Kelaylik. Qanday tarbiyalaymizning birinchisi qanday tarbiyalashni bilishing kerak. Hamma ota-ona o'zimizdan so'raylik. Bal tarbiyalash haqida qancha poch kitob o'qidik? Shu kitobni o'qimagan ota-ona gunohkor. Chunki sen bal tarbiyalashsin uchun bir farz. Sen tarbiyalash uchun bu tarbiyalashni bilmasan qanday tarbiyalaysan? O'zingning mijoz xarakteri ne qanday xohlasang shunda tarbiyalaysan. O'zing to'g'ri degan bo'yicha tarbiyalaysan. Unda bo'lmaydi ishlar deganingki. Bal tarbiyalashning o'zi ilmning ichidagi eng zo'r ilm. Chunki bu inson tarbiyalash. Kelajaklarning avlodlarini Sharq Turkistonning kelgusini tarbiyalash masalasi bu. Shuning uchun bu sal qaraydigan masala emas. Xashlaygan pulingni musha xashlaysa, butun kuchingni mishaga chiqarsa, sening ibodating mush bal tarbiyalash. Bo'libmi onaninki. Shuning uchun balni qanday tarbiyalaymiz deganga birinchi javobim oldi bilan bal tarbiyalashni bilishing kerak. İkinci cevabım sen balangni qanday tarbiyalamoqchi bo'lsang, shundoq sen o'zing bo'l. Asıl degan gap shu. O'rnak. Chunki men mana bar tarbiyalash haqida diniy kitoblarni o'qidim va g'arb dunyosining kitoblarini o'qidim. Hammasi bir nuqtaga ittifoq kelgan. U bo'lsa-mu ota-ona bolalarning o'rnaki degan. Shuning uchun ota-ona bak yaxshi o'rnak bo'lish kerak. Bu bal tarbiyalashda butun dunyodagi mush sohadagi kishilar ittifoq kelgan bir ish mavjud bal tarbiyalashda. Ya'ni balangning qandoq odam bo'lishini orzu qilsang, sen shu odam bo'l. Bu bek muhim. Üçüncüsü sen hürmetli dadı bo'lmay, suyumli dadı bo'l. Bunu degan gap hurmat qilmaysan. Sirlik buni. Hurmat, u bola hurmatlaydi seni. Hurmatlsam, ya majbur hurmatlasa ya hurmatlaysan. Shunami? Yo'q. Sen hurmatli dad bo'lmay, suyumli dad bo'l. Buni qanday farqlantirmaysiz? Sen uy kirganda balanga hit bo'lamdi yoki sen uydan chiqib ketganda balanga hit bo'lamdi? Shunami? Dodis kirslam shunda xuddi bir soqchi kirgandek, nima kirgandek, hammasi shundoq. Xotinim shundoq bir xil tamtirgan, bolalarim bir xil. Chiqib ketgan ekan, uf, oya. Mana shuning sen hurmatli dad bo'lmaysa, suyumli dad bo'lsa. Buni bu bar tarbiyalashdagi 3-muhim nuqta. Oxirisida men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir xatarli hadisi bor. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. Bir bala sağlam fitrat üstü doğuldu. Yani Müslüman alat doğuldu. Nega Müslüman alat doğuldu ya? Yağınga qilishni bilmaydi, saxtipazlikni bilmaydi, satga qilishni bilmaydi. Shunda sağlam aqdabda alat doğuldu. Arqıdılam fa degan gap uzoq o'tmay, arqıdılam atansi buni Yahud Nasara majus qilib deydi. Qanday qilib Çünkü balını yaxshi tarbiyalamay yoki balga yaxshi o'rnak bo'lmay, sağlam balının buzilishiga sabab bo'ldi deydi. Shuning uchun sen balının qanday bo'lishini orzu qilsang, sen shunda bo'l. O'zing o'qimay balni o'qqiz olma. Shunami? O'zing tilpini o'ynab, balning tilpini o'ynama dema. O'zing televizor ko'rib, balning televizor ko'rib dema. O'zing axloqsizlik qilib, balning axloq bo'lishini kutma. Oxirisida Moş Ömer raziyallahu anhu'nunki bal tarbiyalashdagi bir metodi va eng esil, shundan gapimni to'kdim. Ömer raziyallahu anhu shunday deydi. Balangni 7 yoshgacha o'ynat deydi. O'ynat degani urushqa, tillashqa, haqoratlash bo'lmaydi. Chunki bu bala kichik. Ba'zi odamlar balasini yig'ilsa uri demdi. 7 yoshgacha urush cheklanilgan shariat. Shunday payg'ambarning hadisida namozga 7 yosh kirganda burunga 10 yosh kirganda unmay qilib qolsa yengil darajada urib qo'yiladi degan. Shuning uchun la'ibuhu sab'a dedi. 7 yosh kirguncha balani qanday qilamiz? O'yintimiz. Chunki bu bosqichda balni urishga, haqoratlashga qilishga bo'lmaydi u balni.
va addibuhu sab'an deydi. Yine 7 yaşdan yine 7 yil balani qattiq tarbiyala deydi. 14 yoshgacha bak muhim bosqich bu chaqda. Xato ish qilib qolsa darhol tuzatish va balaga qizil, yeshil chiroqni, halol bilan haromni 14 yoshgacha bildirgan. Bu chaq nayt tushuntirdi vaqtni. Nima ish qiladi bu yoshda balani eng tarbiyalanish ham eng muhim vaqti. Bu chaqda nima qildaydi? Addibhu deydi. O'qitilgan vaqtim shu, 7 yoshdan 14 yoshgacha o'qitilgan vaqti, adab, axloq o'qitilgan vaqti, dinda halollarni bildirgan vaqti, yeshil chiroq qilgan. Summa sadiqu sab'an, ham birda raqibu sab'an deydi. Ondan keyin 7 yil og'ini ol balamda deydi. Ya'ni 14 yoshdan 21 yoshga nima deyap og'ini ol degan gap. Endi bu bala 14 vaqtdan keyin bir adam bo'ldi. Uray desan, ana buning bu shaxsiyatini, buningki g'ururini tushunishga bo'lmaydi. Voy balam bo'ldi deb qo'yitay desan, u balaning allaqandaqdir bir xatolik o'tkazib qo'yishdan saqlanib olmaydi. Shuning uchun bu balani og'ini sol, nima uchun og'in uchun maqsad nima? Sirdishib ol, shu jarayonni kuzat balam deydi. Bu men metod bal tarbiyalashdiki oltin metod. 7 yil balanglar o'yna, 7 yil balani keskin, izchil, yaxshi tarbiyalab ol, 7 yil balani kuzatib og'ini sol. Eng yaxshi og'in deganda bu mushu biz Uyg'urlarning eng biz qamlashtiradigan ishlarning birisi shu. Bal bilan og'in bo'lish. Shuning ballarimiz ko'chadagi odamlar bilan yaqin bo'lib qoldi. Uyga kirsak, uydamda bir bizimda deb qo'yib pochi o'ltiramiz. Ballarimiz ichidagi gaplarni deyolmaydi. O'zining nimaga muhtoj bo'layotganligini, ya'ni biz bilan sirdishamaydi. Shundan ko'chadan o'g'il olib, qiz olib deb qoldi. Qiz olib, o'g'il olib deb qoldi yoki o'zlariga bunday bir yog'andan kuyinib qo'ygan odamning kaynidan ketib qoladi. Mana mushu gaplar bilan bu bal tarbiyalashgan bu murakkab nurg'un jarayon, ammo bir mush darsimizda mush deyilgan gapni qarindoshlarimiz yaxshi bilib amallashtirsa eng no'j bo'lgan bo'ldi inshaalloh. Xayr, ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. İnşallah vaqtimiz yana oshirib o'tib qoldi, qadrli ko'ruvchilarimiz. İnşallah nayt muhim temalarda paranglashdik. İnşallah mushu oldimizga bir qancha nimalardan keyin bilgan albatta farzandning haqqini so'zildik. Mencha ota-onaning haqqini bir so'zlab qo'yaylik deyman. Albatta. Bu bir dars o'rlashtiraylik inshaalloh oldimizgi kunlarda. Albatta mushundaq bir buyuk bir omonatni Rabbim har bir ota-onaga ato qilgan. Bu omonatning qanchalik muhim ekanligini, qanchalik zil masala ekanligini bir qadar tunib yetgan bo'ldik inshaalloh. Buningga ko'ra harakat qilishga Rabbim muyassar qilsin. Yana bir qatimliq programmamizda ata Alloh umr bersa, yana shu soatlarda ekranda bo'lish uchun Rabbimdan tilaymiz sizlarni ana shu ulug' Rabbimizga omonat qilamiz. İcabetlik dualarınızda bizler için hem dua kılışını unutmayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ya seyyidel